Ol. Assalomu alaykum. 27-may O'zbekistonda Qurbon hayiti sifatida belgilandi. Mazkur bayram arafasida jonliqlar so'yilib, qurbonliklar qilinadi va tabiiyki, qo'y va qoramonlarga talab oshadi. Xo'sh, ayni kunlarda bozorda narx-navo qanday? Buni bilish maqsadida Toshkent viloyatidagi Bo'stonliq Chorva bozoriga keldik. Bugun normal bozor. Qayerdan olib kelgansiz qo'ylar? Surxondaryo Sangardagi qo'ylari. Qurbon hayiti qimmatroqmi, arzonroqmi? Arzonroq qo'yimiz normal, unday baland emas, o'rtachada. Masalan, 1 kilo tirik vazni qanchaga to'g'ri kelyapti? 80-85. Shu narxlar ko'tarilgan. Semiz qo'ylar. Bozor zo'r, baland emas unchalik. Qurbon hayitiga narx ko'tarishmaganmi? Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Chiroyli narxlar sotilyapti, xudo xohlasa. 6-6,5 millionlik qo'ylar zo'r ketyapti qurbonlikka. Past bozor. Hozirgi nimada past. Hozir 4,5 5 qurbonlikka olyapti. Bozor ja unaqa zo'r emas. Odamlar olsa bo'laveradi. Bozor bo'ladi, yaxshi aka, narxlar yaxshi. Qurbon hayitga narxlar navbar tushdi, oshmadi. 80 mingdan tarozi qo'yib beryapmiz bir chekadan, semizdan tanlab. Narxlar mana arzon ko'p mana. Hamma qurbon hayitiga boqishgan mana ko'p. Zerogarchilik arzon narxlar. Avvalgi bozorga nisbatan arzon. Arzon, xudo xolasa. O'g'imiz mana xudo xolasa. O'zimiz mana qassobmiz. Kilosi nech puldan o'tib o'rtacha? O'rtacha 80 minggacha bor. 75 mingdan 80 minggacha olamiz. Kimdir 85 mingdan deyapti. Yo'q, aytishaveradi. Mana bozor turishdi-yu hammasi. Turishdi mana hammasi. Mana 78 mingdan oling deyapti. Mana ko'rsating mana xalqqa ko'rsin 90 ming so'm hammasi 90 ming yopib chiqyapti. Mana 80 ming so'm 78 mingdan oling deyapti. Qo'ylarni ham bunda ko'rsatib aylantirib aka. Mana xalq. Olishsin mana 78 mingdan zo'r. Voy, bozor juda qo'yseroq. Tanlashga maza qilasiz. Tirik vazniga nech puldan berishyapti o'rtacha? 80 mingdan. 75 edi, bu bozorga endi 80 ming bo'lib qoldi. Qurbon hayiti ta'siri bo'lganmi? Bo'lgan. Sal oldingidan salonov bo'lib qoldi, tushib qoldi-chi. Ayya. Serapda hozir serap bo'lib qoldi. Xaridor ko'p. Oladigan kap qo'y undan ko'pda. Bozor yaxshi, qo'ylar ko'p. Allohga shukr, mana yaxshi qo'chqor oldik insonga mana. Bunaqa oshirmagan odamlar o'sha kilosiga qarab sotilyapti. Qanaqa bo'lyapti? Kilosi ham oshmagan, 80. Kilosi 80 oyog'ida. Go'shtini 130 dan tortishyapti. Hisoblashyapti. Qurbonlikka oldik. Xudo xolasa inshaalloh. Bozor qanaqa? Bozor sal tashaganga o'xshaydi. Unaqa emas, qo'y ko'p, sal tashabdi. Yaxshi bugun tushgan. Narx yaxshi, unaqa qimmat emas, o'rta yaxshi. Tirik vazniga nech puldan sotilyapti? 82 ming berdim, ikkita bor edi. 130 ming, 135 ming so'yiladi. Sotilishi 150 ming sotilyapti. Bozor normal, o'sha narx javonlarni ko'tarilmas. Bugun bozor yaxshi, o'rtacha 80 ming, 77 ming, 76 ming, 78 ming har xilda. Foiz bergan qo'ylar 85 dan. Foiz bermaydiganlar 77-78 dan. Tirik vazni. Go'shi 140, 145. Foiz berganlar 130-35 dan. Berakasini bersin. 6,5 bo'lsa beraman deb. Bering o'shada. 6 deb tirab turmayapmiz. 5,5 yomon qilmadim lekin. To'g'ri kelsa bering aka. Tirik vazni endi 80-82 shunaqa bo'lyapti, 85 ga doğru kilos. Oldindan ham shu 80 bilan 85 orasida. Hozir jonliq qolinyaptimi? Ha, olinyapti aka, jonliqqa olinyapti. Tirik vazni 67 ming. 60 mingdan boshlab 67 minggacha olinib sotilyapti aka. 110 ming so'm, 112 ming so'm, 115 minggacha aylanyapti. Molli buqani, semiz buqani go'shi 115 minggacha xudo xolasa to'kin dasturxonga borib tushadi. Nech puldan olinyapti? Ha, taroziga qarab aka. 62 dan 65 gacha, 67 gacha. Живой veska 65 mingdan bo'lyapti. Taroziga. Mana shu mol 30 million 500 qilishyapti. Ozgina qimmatroq bugun. Qayt hisobiga. 90 ga ko'proq olishyapti. Kilosi o'rtacha tirik vazni qancha bo'lyapti? 68 ming, 70 ming. Bozor yaxshi aka. Bugun mana odamlar xayri qilyapti, ehson qilyapti mana, Xudoga shukr mana. Ma'lumot ehsonlikka buni ham so'rashyapti. Taroziga 70 mingdan qilyapti, berganimiz yo'q lekin. 75 mingdan bo'lsa oylar dedik. Ha, tirik vazniga. Turishcha 80 million kami bor deyapti. 450 ta yuki bor aka. Tirik vazniga 85 mingdan so'rayapti. 90 mingdan bo'lsa oladi. Tirik vazniga. Bozor baland. Lekin hayit emas, buni men go'sht anaqasiga hisoblab beryapman.
Ko'ryapsiz, o'z mollar 1 tonnadan keladi go'shtni o'zi. Go'shtni hisob qilib aytamiz. Qani arzonroq bersangiz. Alloh rizqini yozib turibdimi, xushkor qilaylik. Shukur qilamiz. Tinchlik. Beda qimmat etdi odamlar. Yem qimmati, shuning uchun arzon bermoqda odamlar. Biza arzonroq olish maqsad, go'sht qimmatga tushyapti-da, shu maqsad shu. Boqish o'zi qiyin, mana dehqonlar, bu ham dehqon, men ham dehqon. Bu akam 35 tuyat joyimiz, men 63 tuyat joyimiz. Nega bermoqda? O'zbekiston xalqimiz yaxshi. Boy yashayotganlar ham ko'p, jonli qolganlar ham ko'p. Bugun ko'p ayniqsa.